Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Andijon viloyati prokuraturasining binosini yonidamiz. Qo'shni bino Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi. Qisqacha murojaatimiz bor ekan. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori hamda ichki ishlar vaziriga murojaatimiz bor ekan. Shu murojaat bo'yicha bugun shu yerga keldik. Video murojaat yo'llayotgandik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, tuzimsiz? Yaxshi, rahmat aka. Murojaat qilishdan maqsadim bosh va ichki ishlar vaziri hamda O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga. Murojaatimizdan maqsad meni amakim 20-mart kuni avtohalokatga uchrab olamdan o'tgan. Ism familiyasi nima? Xolmirzayev Sobirjon, Orifjon o'g'li. Bu yuzasidan biz Andijon tumani Asaka ichki ishlar, Asaka prokuraturasiga murojaat qilganmiz. Bu murojaatimizdan qoniqarli javob kutmadik, ololmadik. Shu sababdan biz Respublika bosh prokuraturasiga ham ichki ishlar vazirligiga murojaat qilmoqdamiz. Ichki ishlar vazirligiga hozir murojaat qilishimizdan oldin bitta narsani aniqlik etib qo'yaylik. Hozir bundan tashqari sizlar Asaka tumani ichki ishlar boshqarmasi tergovchisidan norozi bo'lib, Andijon viloyat prokurori hamda Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga rasmiy murojaat bergansizlar 24-iyunda, to'g'rimi? 24-iyunda rasmiy murojaat berganmiz. Salkam mana 1 oy bo'ldi, hali javob olmadik. Kimdir chaqirdimi shu murojaat ariza beribsizlar, kelinglar, ko'rlar telefon qilib chaqirdimi? Yo'q, hali beraka. Demak, Andijon Asaka tuman ichki ishlar boshqarmasi tergovchilardan norozi bo'lganinglar bo'yicha, shikoyat qilganinglar bo'yicha hech kim chaqirgan yo'q. Yo'q. Avtohalokatda ikkinchi shaxs tomonidan avtohalokat bo'lib vafot etgan joyda, to'g'rimi? Joyda. Nechta farzandi bor edi akamizda? Amakimning 5 nafar farzandi bor edi. Voyaga yetmagan. Undan 4 nafar voyaga yetmagan. O'tgandan beri hali bir hech qanaqa bir moddiy tomonlama yoki bir kelib biroz surishtiruv ishlari ham olib borilgani yo'q. Tergovchimiz ham bir marta keldi. Bir aniq qoniqarli javob gapirmasdan ko'rsatma ham, alinaqa ham olgan yo'q, ketdi. Ketdi. Olmasdan hech narsa harakat qilmasdi. Harakat ko'rsatmadi. Hozir qisqacha bo'lsa ham tergov harakatlaridan xabaringlar bormi, yo'qmi? Misol uchun avariya bo'lgan mashinalarda taqdiridan. Avariya bo'lgan mashinalar taqdiridan bizni amakimning mashinasi hali ham jarima maydonchasida turibdi. Mana 4 oydan oshdi. U narigi avtohalokatga uchragan yana bitta mashinamizni Isuzu avtomashinasini jarima maydonchasidan olib chiqib sotib yuborilganligi haqida ham ma'lumotlar bizga kelib tushdi. Hali sud bo'lmasdan turib уже olib chiqib oldi sotib yuborilgani haqida ma'lumot eshitdik. Endi shu tergov jarayonlaridan shubhalar, gumonlar bo'lgani uchun viloyat prokuraturasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga shundan norozi bo'lib murojaat qilgansiz. Norozichiligimizdan murojaatga haligacha javob yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, hurmatli bosh prokuror hamda ichki ishlar vazirimizdan iltimos qilasdik. Yuqoridagi holatlar bo'yicha yozma ravishda ham bosh prokurorimizga, ichki ishlar vazirimizga yozma ravishda ham murojaat qilamiz hamda video murojaat orqali ham murojaat qilyapmiz. Yuqoridagi holatlar bo'yicha Asaka tumani ichki ishlar boshqarmasi tergovchilarining xatti-harakatlaridan norozi bo'lib yozgan arizalarni qonunga belgilangan tartibda ko'rib chiqishingizni hamda yuqoridagi holatlarga to'laqonli xolisona baho o'rganib chiqishingizni so'raymiz. Sababiki bitta odam o'lib ketyapti-da, uni yaqinlariga, yo'qsa farzandlariga hech qanaqa harakat bo'lmayapti. 4 oy 5 oycha vaqt, 3 oy, 4 oy 5 oycha vaqt bo'lyapti. Hech qanaqa tergov harakatlari qanaqa holat bo'lyapti. Jarima maydonchadagi mashinalarda holat qanaqaligi bo'yicha hech qanaqa yaqinlariga, ya'ni ularning farzandlariga, ahli ayoliga hech qanaqa ma'lumot berilmayapti. Shu nuqtai nazardan fuqarolar norozi bo'lib yo'llagan murojaatlarni qonunga belgilangan tartibda o'rganib, qonuniy baho berilishini hamda ichki ishlar Asaka tuman ichki ishlar boshqarmasi tergovchilarining xatti-harakatiga ham huquqiy baho beriladi. Xizmat tekshiruvi o'tkazilishidan umid qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat kattakon. Rahmat.